Tashxis qo'yish epidemiologik anamnez yig'ish, klinik belgilar, isitma, poliadinit, gepatalional sindrom va laboratoriya tekshiruvlariga asoslanadi. Bruselloz kasalligi bilan og'rigan bemorlarda asosan leykopeniya, trombositopeniya, limfositoz va monositoz kuzatiladi. Eritrositlar cho'kish tezligi kamroq oshadi, ba'zan anemiya aniqlanadi. Bruselloz tashxisida qon, ilik, ba'zan o't suyuqligi hamda limfatik tugunlardan qo'zg'atuvchilar kulturalarini ajratib olish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ammo bu usul murakkab va uzoq, ayrim paytlarda 30 kungacha vaqtni oladi. Bundan tashqari, u maxsus laboratoriyalardagina o'tkaziladi. Gemokultura uchun venadan 5-10 ml qon olinadi. Gemokulturani ajratishda deyarli 90% hollarda ijobiy natija olinadi. Biologik tashxis usuli: yot mikroflora, siydik, najas sut bilan ifloslangan materiallardan brusellalar kulturasini ajratish uchun hamda tekshirish materialida brusellalar juda kam miqdorda bo'lganda qo'llaniladi. Tekshirish materiali tajriba hayvonlardan oq sichqonlarning cho'g' qismidagi teri ostiga 0,5 ml dan ko'p bo'lmagan miqdorda yuboriladi. Oq sichqonlar zararlangandan keyin 20 kun o'tgach yorib ko'riladi. Har bir vaqtning o'zida bu hayvon qoni muhitga ekiladi. Keyinchalik brutsellozga xos bo'lgan o'zgarishlarni aniqlash uchun limfatik tugunlar va ichki a'zolar tekshiriladi. Brutselloz infeksiyasini aniqlashda Wright agglutinatsiyasi reaksiyasi qo'llaniladi. U xuddi qorin tifidagi Vidal reaksiyasi kabi qo'yiladi. Ijobiy natija kasallik boshlangandan 3-5 kun o'tgach kuzatiladi. Antitelalar titri tekshirish zardobida kamida 1:200 nisbatda bo'lsa va keyinchalik osha borsa, reaksiya ijobiy hisoblanadi. Tezlatilgan serologik tashxis qo'yish uchun plastinkada Henderson agglutinatsiya reaksiyasi qo'llaniladi. Reaksiya qo'yishda bemor zardobi shisha plastinkaga 0,08, 0,04, 0,02 va 0,01 ml hajmlarda olinadi. U shartli ravishda Wright reaksiyasining 1:50, 1:100, 1:200 va 1:400 nisbatda suyultirishlariga mos keladi. Reaksiya spetsifik bo'lib, kasallikning erta davridayoq ijobiy bo'ladi va uzoq vaqt saqlanib qoladi. Plastinkada qo'yiladigan agglutinatsiya reaksiyasining probirkada o'tkaziladigan Wright reaksiyasidan afzalligi shundaki, uni har qanday laboratoriyada o'tkazish mumkin va tezda natija olinadi. Komplement bog'lanish reaksiyasi surunkali brusselloz qayta zo'rayganda, undan keyingi remissiya hamda unchalik bilinmaydigan shakllarida katta ahamiyatga ega. Lekin komplement bog'lanish reaksiyasining o'tkazilishdagi mavjud murakkabliklar uchun u odatdagi sharoitlarda kam qo'llaniladi. Byorne allergik sinamasi brutsellalar bulyonli kulturasi filtrati, ya'ni brutselin yordamida qo'yiladi. Brutselin 0,1 ml miqdorda bilak terisi kaft yuzasining o'rta qismiga tericha yuboriladi. Agar brutselin yuborgan joyda 8 soat yoki undan keyinroq shish paydo bo'lsa va 48-72 soat saqlansa, sinama ijobiy hisoblanadi. Bunda qizarish va og'riq bo'lishi shart emas. Shish 1 cm gacha bo'lsa, sinama gumonli. 1 cm dan 3 cm gacha bo'lsa, sust ijobiy. 3 cm dan 6 cm gacha bo'lsa ijobiy. 6 cm dan yuqori bo'lganda o'ta ijobiy hisoblanadi. Reaksiya kasallikning 2-haftasidan ijobiy bo'la boshlaydi va ko'p oylar, ayrim vaqtlar hatto yillar davomida saqlanadi. Reaksiya qat'iy spetsifik hisoblanadi. Davolash: brutselloz bilan kasallangan bemorlarni o'tkir davrda va retsidiv vaqtida shifoxonaga yotqiziladi. Bu bemorga alohida parvarish va e'tibor zarur, chunki bu bemorlar ta'sirlanuvchan, ayrim vaqtlarda esa tez yig'laydigan bo'lib qolishadi. Ovqatlar to'la qimmatli va turli xil bo'lishi zarur. Brutsellozning o'tkir davrida leomistin, tetratsiklin, streptomitsin, monomitsin kabi antibiotiklar odatdagi miqdorda 10-15 kun davomida tayinlanadi. Kasallikning boshlarida bu antibiotiklar jarayonni to'xtatadi, lekin retsidivning oldini olish uchun davolash kursi 10-15 kundan keyin takrorlanadi. Kechroq tashxis qo'yilganda, davolash samarasi yetarli bo'lmaganda, davolash kursi 3 marta
10-15 kunlik interval bilan takrorlanadi. Qayta davolashlarda antibiotiklar almashtiriladi. Kasallikning o'tkir ko'rinishlari yo'qolgandan so'ng vaksinoterapiya qo'llaniladi. Vaksinoterapiya kasallikning surunkali shakllarida asosiy davolash usullaridan hisoblanadi. Vaksina turli yo'llar bilan yuboriladi: teri ichiga, teri ostiga, mushak orasiga va venaga. Teri ichiga yuborilganda avval vaksinaning ishchi miqdori tayinlanadi. Undan 0,1 ml yuborilganda katta bo'lmagan giperemiya va shish shaklida mahalliy reaksiya kuzatiladi. Keyinchalik bu vaksinaning ishchi miqdorini navbat bilan 3, 4, 5 va hokazo joylarga, oxirgisi 10 ta inyeksiyagacha yuboriladi. Teri ostiga yuborilganda vaksinaning oshib boruvchi miqdori tayinlanadi. 10, 20, 40, 80, 150, 250, 400, 600, 900 million mikrob hujayrasi hammasi bo'lib 3-4 kunlik oraliqda 8-10 inyeksiya qilinadi. Venaga yuborish ancha samarali, lekin vaksinadan keyin kuzatilishi mumkin bo'lgan reaksiyalarni hisobga olgan holda uni juda ehtiyotkorlik bilan yuborish zarur. Artritlar, radikulitlar va boshqalarda fizioterapevtik muolajalardan diatermiya, soluks, ultrabinafsha nurlar, parafinli applikatsiyalar, massaj, davolash gimnastikasi hamda sanatoriy kurortlarda davolanish buyuriladi. Sanatoriy kurortlarda davolanish uchun bemor isitma va brutsellozning boshqa o'tkir ko'rinishlari bo'lmagan vaqtda hamda u yo'qolgandan kamida 6 oydan keyingina yuboriladi. 10-12 marta sulfit vannalari buyuriladi. Muolaja vaqti 5-10 minutni tashkil qiladi. Muolajalar 1-2 kun oralatib o'tkaziladi. Buni gormonal preparatlar bilan birga qo'llash mumkin. Profilaktikasi va o'choqlarda o'tkaziladigan tadbirlar. Brutselloz o'chog'ida o'tkaziladigan muhim profilaktik tadbirlar: qishloq xo'jalik hayvonlari ustidan puxta veterinar nazorat o'rnatish, kasal hayvonlarni maxsus brutselloz xo'jaliklarda izolyatsiya qilish, bu xo'jaliklarda ishlaydigan kishilar mehnatini muhofaza qilish, hayvonlarni parvarish qilish, ularga bola tashlash vaqtida yordam ko'rsatishda rezina qo'lqoplar, yengliklar, rezina etiklardan foydalanishdan iborat. Chorvachilik xo'jaliklarida ishlaydigan kishilar qo'l va panja terisining butunligi, tozaligi ustidan qat'iy nazorat qilishlari zarur. Chunki infeksiya organizmga juda mayda yorilishlar va shilinishlar orqali ham kirishi mumkin. Doimo mahsulotlarni nazorat qilib borish shart. Sigir va echkilar sutini qaynatilgandan yoki pasterizatsiyadan keyingina iste'mol qilish zarur. Barcha sut mahsulotlari, chuchuk, qatiq, tvorog, kefir, qaymoq, sariyog' pasterizatsiya qilingan sutdan tayyorlanishi zarur. Brutselloz tarqalish xavfi bo'lgan tumanlarda brutsellozga qarshi tirik vaksinalar yordamida emlashlar o'tkaziladi. Chorvachilikda doimiy va vaqtincha ishlaydigan barcha kishilar va go'sht kombinat ishchilari emlanishlari shart. Teri yuzasi 1 marta emlanadi. 8-12 oydan keyin belgilangan vaksina miqdorining yarmi bilan revaksinatsiya o'tkaziladi.